G'uzor tumani Mustaqillik mahallasida qurilganiga endigina 3 yil bo'lgan ushbu ko'p qavatli turar joylarning poydevor qismi ko'rib turganingizdek mana shu shaklda ta'mirtalab holatga kelib qoldi. Bu yerda yashovchi fuqarolar shu va shunga o'xshash muammolar bilan dasturimizga murojaat qilishdi. Domimiz pastki tomondan stejka tomondan cho'kib, suv podvalga kirib, cho'kib boshlagan. Uyda ham 5-etajda turaman o'zim asosan. Suv men tomonga qarab oqib kelyapti. Qo'shnilarning suvi bizga tomonga oqyapti. Qo'rqyapmiz. O'zi hali 3 yil bo'lmas turib, shu holatga keldi. MCHdan odam chaqirdik, tuman hokimligi, viloyat hokimligidan odam chaqirdik, lekin hatto ular MCHdagilar kelib o'lchamadi ham. Cho'kkan joylarni ko'rsatdik, video syomkalari bilan ko'rsatdik ham. Qarashmadi. Umuman bizga tinglashmayapti. Bu ko'p qavatli turar joyda yashovchi fuqarolarning bizga aytishi, ko'rib turganingizdek, bu yerdagi zinalar aynan mana shu shaklda yorilib ketmoqda. Zinalarimiz o'z-o'zidan mana o'pirilib ketyapti. Podvalimizga suv kiradi. Devorlarimiz yorilgan bizada. Svitlar ishlamaydi. Yarimi ishlab, yarimi ishlamaydi. O'zimiz o'z kistamizdan, yonimizdan chiqarib qilyapmiz hamma narsani. Men o'zingiz ko'rib turibsiz mana ahvolda. Men bilan qo'yib ketgan, lekin ishlamaydi. Quruvchimiz hozir bizani telefonimizni ko'tarmay qo'ygan. Viloyatdagilar ham, tumandagilar ham topolmayapti. Bu yoqdan emas, boshqa viloyat tumandan bo'lganligi uchun bizani tinglashmayapti ham, topolmayapmiz ularni. Biz mana shu domda yashaymiz. Men ko'rib turibsizlar, devorlar qo'parilib har kun tushadi. Ushbu muammolarga yechim izlab biz mas'ul shaxsga yuzlandik. Bu ko'p qavatli turar joy uylari boshqaruv servis kompaniyasiga o'tadi. Quruvchini toptirib, fuqarolar tomonidan qilingan murojaat asosida kamchiliklarni quruvchini o'ziga bartaraf qildiramiz. Keyingi bo'ladigan kamchiliklarni fuqarolarning to'laydigan majburiy badallar hisobidan o'zimiz remont qilib beramiz. 1 oy muddatda bartaraf etiladi quruvchi tomonidan. Doimgidek biz bu muammoni ham o'z nazoratimizga olamiz va masala ijobiy hal etilmaguncha bu mavzuga takror va takror qaytaveramiz.